Yaqin orada yangi xonadon olishni reja qilyapsizmi? Lekin uyning uzoq muddatda topshirilishi va tushunarsiz to'lov shartlari sizni o'ylantiryaptimi? Endi bu borada aniq va qulay yechim taklif qilayotgan qurilish kompaniyasi bor. Biz ushbu kompaniya faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Jasurbek aka, bugungi kunda poytaxtda qurilish ishlari juda ham jadal ketmoqda va shunga yarasha qurilish kompaniyalari ham ko'p. Tavrab nimasi bilan ajralib turadi va yurtdoshlarimizga qanaqa unikal takliflar bera oladi? Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsiz Tavrab tashkilotiga. Tavrab tashkilotimiz o'zini jozibadorligi, bilasiz, yurtboshimizning tashabbuslari bilan viloyatlarda, respublikamizda bo'ylab Yangi O'zbekiston massiv loyihalari tashkil etilgan. Bevosita poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston massivlari bu bizning Sergeli tumanidagi Tavrabning Xumaru makruhida joylashgan domlari. Mahalliy aeroportdan 1 kilometr masofada, metrodan 1 kilometr masofada joylashganmiz. Loyiha haqida aytib beradigan bo'lsam, jami 4 gektar yer maydoniga 42 ta baland imorat, uy-joy majmualari rejalaganmiz. Ko'rib turganingizdek, 8 ta domimizdan 24-yil aholimizga foydalanishga topshirdik. Hozir ikkinchi bosqichdan iborat bo'lgan xonadonlarimizdan ham 8 ta domimizni shu 1-2 oyda aholimizni ko'chirib o'tishni rejalashtirib turibmiz. Bu loyiha hali juda katta. Loyihamizning ichida maktab, bog'cha va davlat poliklinikalari mavjud. Qurilish ishlari hozirgi kunda jadal ketyapti va ularni yana birga ko'rib chiqishga men sizga taklif etaman. Mana bu 24-yilda ko'chib kelgan aholimiz bolalar maydonchasi, besedkalar tayyor ta'mirdan chiqqan xonadonlarda yashashyapti mana. Hozir bitta savol tug'ildi. Mana bu yog'i o'zida 8 ta blok bitgan. Bu yoqda ham qurilish ketyapti. Undan tashqari bog'cha, maktab qancha narsa aytdingiz? Bu hammasi 4 gektarga sig'adimi? To'g'ri aytasiz. Jami loyihamiz 14 gektar yer. Demak 4 gektarmiz. Yo'q, jami loyihamiz 14 gektarga rejalangan. U 14 gektari faqat 4 gektarigina baland qavatli imoratlardan iborat bo'ladi. Qolgan maydonlari bu bolalar o'yingohlari, yashil hududlarimiz, maktab, bog'cha, poliklinikalar, infratuzilmalar uchun ajratilgan qolgan. Yopma, qo'rqma. Ya'ni Ibrohim bizda xonadon xarid qilayotgan mijozlarimiz faqatgina turar uy-joy majmuasini emas, farzandlari uchun bolalar maydonchasi, parkovkalar, yashil hududlar barcha sharoitlari bilan birga xonadon xarid qilishadi. Do'stlar, bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Hozir men Tavrabda joylashgan podyezdlarning biridaman va bu yerdan men zamonaviy Farmon bibini topib oldim. Sababini hozir tushuntirib beraman. Bu podyezdda 6 ta xonadon bor va bular hammasi bitta sulolaga tegishli. Ya'ni bittasida o'zlari yashashadi, bittasida farzandlari, bittasida jiyanlari. Ya'ni mana shu podyezd to'liq qarindoshlarga tegishli. Va bu yerda mana bolalar mazza o'ylash uchun alohida sharoit qilib qo'yishgan ekan. Hozir bevosita xonadonning kattalari bilan ham gaplashib ko'ramiz. Xo'sh, Tavrab tomonidan qurilgan uylar 1 yil ichida o'zini qanaqa ko'rsatdi? O'sha 25-yilda fevral oyida biz shu driver domlarga ko'chib keldik. Yaxshi sharoitlari. Biz birinchi yillardan bo'lib ko'chib keldik. Hali o'zi hech kim yo'q edi. Mana hozir endi odamlar ko'payib ketdi. Yaxshi hammasi. San podyezning xavsh-xasharligi bizda qarindoshlar bu yerda. Jiyanlarim, keyin o'g'lim, ikkita o'g'lim. O'zimniki addayna mana men o'zimga bu kichkina o'g'lim, to'g'ri katta o'g'lim uyi. Jiyanim uyi. Hammamiz qarindoshlarimiz olsa-qilon. Yaxshi sharoitlarda, yaxshi remontlari ham yaxshi. Bizga yoqdi. Mana yashayapmiz 1 yildan beri. Jekdi anaqalaganlar ham minnatdormizlar. Qachon chaqirsak da chiqishadi. Svet peyvitlar hammasi o'chmaydi. Mana ertaga yonib turadi. Kirish bilan yonib ketadi. Shunaqa chiroyli, hozirgi zamonaviy. Mana 1 yil oldin mana shu uylarni olgan edik, topshirishgan, remontlari normalniy. Shu remontlarda hozir yashayapmiz. Lekin yaxshi, bizga yoqqan. Rahmat, qurganlarga ham.
Jasurbek aka, mana 2024-yilda ko'chib kelgan yurtdoshlarimiz bu yoqda maza qilib yashashyapti-da. Bu yoqda ham qurilishlar hali davom etyapti. O'zi umumiy sotuvda uylar qolganmi va yurtdoshlarimiz qachon to'lov qilib, qachon bu xonadonlarga ko'chib kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi? Ko'rib turganingizdek, birinchi bosqichimizda aksar xonadonlarni sotib bo'lganmiz. Bu yerda ham qolgan kam sonli xonadonlarimiz bor aholimiz uchun. Orqada ko'rib turganingiz ikkinchi bosqichdagi domlarimiz shu yilning ikkinchi choragida butun ta'mirdan chiqqan holatda topshirishni rejalaganmiz. Jami 8 ta domimiz, 1000 dan ziyod xonadonimiz tayyor, ta'mirdan chiqqan xonadon bor. Bu ikkinchi bosqich domlarimizning yana qulay tarafi shundan iboratki, bizning tashkilotimiz tomonidan aholiga qulaylik yaratish maqsadida 5 yildan 10 yilgacha qo'shimcha hujjatlar, ortiqcha to'lovlarsiz taqsim to'lov tizimi orqali ham xonadon xarid qilish imkoniyati mavjud. Demak, hozir bevosita mana shu ikkinchi chorakda, ya'ni yoz oxirigacha topshiriladigan 1000 dan ortiq xonadondan bemalol 10 yilga men xarid qilib ko'chib kirsam bo'ladi. Albatta. Ya'ni boshlang'ich 25-30% to'lov qilib, yoz oxirigacha tayyor ta'mirdan chiqqan xonadonni 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan o'zingizga qulay bo'lgan muddatlarda xonadon xarid qilishingiz mumkin. Hech qanaqa bank aralashuvlarisiz. Hech qanaqa bank aralashuvlarisiz, qo'shimcha hujjatlarsiz, to'g'ridan-to'g'ri quruvchi kompaniyani o'zidan uzoq muddatga xarid qilish imkoniyatlari bor. Yanada ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bemalol sotuv bo'limimizga tashrif buyurib, kerakli ma'lumotlarni olishligi mumkin.